Aroq sirkisini iste'mol qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Yevropadagi do'konlarda sotiladigan Italiyada ishlangan vegan, ya'ni o'simlikdan yasalgan deb belgisi bor bo'lgan aroq sirkisini iste'mol qilishning hukmi nima? Bu qora ranglik achchiq suv bo'lib, Yevropada Uyg'urlarning achchiq suvlarini topolmag'achqa, buni ishlasak qandoq bo'lar? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Sirka odatda bug'doy, guruch, arpa yoki olma, xurmo, ujma va anjur kabi meva ashliqlardan echitib yasaladigan qirtoq ta'mlik bir xil suyuqliq. Aroq bo'lsa, bulardan yasalgan mast qiladigan ichimlik. Bu xil sirka klassik fiqh ulamolarimiz aroq sirkisi deb atagan sirka bo'lib, achchiq suvmi sirkaning bir turidir. Aroq sirkisi deganimizda bug'doy, guruch, arpa yoki olma, xurmo, ujma va anjur kabi ashliq va mevalardan echitib yasaladigan aroqdan ishlangan sirka ko'zda tutildi. Bu xil sirka ishlab chiqarish ikki bosqichni besib o'tadi. Birinchi bosqich. Spiritliq echitilish bosqichi. Bu bosqichda arpa, bug'doy, uzum va olma kabi ashliq va mevalardan chiqarilgan sharbat tarkibidagi shakar va kraxmal moddasi etanolga aylantirildi. Etanol etil alkohol deb ataladi va iste'mol qilinsa mast qiladi. Demak, echigan sharbat aroqqa aylanadi. Ikkinchi bosqich. Aroqni sirkaga aylantirish bosqichi. Bu bosqichda echib aroqqa aylanib ketgan sharbat kungay joydan soyaga yo'tkash yoki havolantirish orqali atsetobakter kabi bakteriyalarning hosil bo'lishi va ko'payishi natijasida oksidlanib aroq tarkibidagi etil alkoholni sirka kislotasiga aylantiradi. Sirka tarkibidagi kislota ba'zi davlatlarda 5% bilan cheklansa, etil alkohol 0,5% bilan cheklanadi. Bularning har birining dunyoning har qaysi joylarida ayrim bosqichlari va o'lchamlari bor. Albatta, bu sirka tamoq etishdan boshqa yana ketchup, ya'ni pomidor qatorliqlarning qiyomi, mayonez, tuxum sirqi qiyomi va ba'zi achchiq qo'rima salatalarni tayyorlashga ishlatildi. Bu xil aroq sirkasini tamoq etish va yemak-ichmakka qatib iste'mol qilishga bo'ladi. Chunki uning ismi aroq sirkasi bo'lsa-mu, uning mohiyati sirka va achchiq suvdir. Sirka yasash ko'pincha aroq echitish bosqichini besib o'tadigan bo'lsa-mu, fuqarolarimiz yanada sirka yasashni muboh deb qaraydi va hammasi birdek aroq o'zligidan sirkaga aylansa pok va halol bo'ladi deydi. Bu vaqtda Imom Navaviy sirka ishlab chiqarish ijmoan joizdir. Sharbat echmay turib shirinlikdan achchiqlikqa aylanmaydi. Shunga aroqqa aylanganida uni harom deb to'kitilsa, sirka ishlab chiqarg'ili bo'lmaydi deydi. Sirkaga aylantirish sirkaga o'zligidan aylanish bilan o'xshash bo'lib, xuddi terini ashlash orqali paklaganiga o'xshash ish. Natijada aroqning mast qilish xususiyati uningda qolmagan bo'ladi. Aksicha, u g'izalanish va davolanishda foydali xususiyatga egadir. Demak, aroqning harom qilinishining sababi bo'lsa, mast qilish xususiyati yo'qolib sirkaga aylangan ekan, harom hukmi tang yo'qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davridagi sirka achchiq suvlarmi mushu tariqada, ya'ni sharbat aroqqa, andin sirkaga aylantirilib ishlanadi. Ham bu sirkini harom deydigan biror dalilmi yo'q. Aksicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam non tugurib yeyish uchun hammadan bak sirkini yaxshi ko'radi. U zot sirka haqida sirka ajab yaxshi tetitqu degan. Yana sirka bor uyda non quruq yeyilgan hisoblanmaydi degan. U zot aroqdan ishlangani bilan sharbatdan bevosita ishlanganini ayirib qarmagan. Ham bizni sirkining aslini aniqlashga buyurmagan. Sahobalardan Hazrati Ali radhiyallohu anhu aroq sirkasini non bilan iste'mol qilgan. Hazrati Aisha, Ibn Umar va Abu Darda radhiyallohu anhularmo aroq sirkasini halol degan. Tabiinlardan Ibn Sirin, Ata, Said ibn Jubayr va Hasan Basri qatorliq zotlarmo aroq sirkasini halol va pok deb qaragan va iste'mol qilgan. Hozirgi aroq sirkalari aslida sharbatdan ishlab chiqarilgan sirkalar bo'lib, oraliqda aroqqa aylanib, keyin sirkaga aylangan bo'lsa-mu, baribir pok va haloldir. Chunki asl maqsad buni aroqqa aylantirish emas. Diqqat qilinadigan yana bir nuqta shuki, aroqning bahosi odatda sirkaning bahosidan yuqori bo'lg'achqa,
bevosita aroqdan sirka ishlab chiqarilmaydi. Demak, bu xil aroq sirkasi halol va pokdir. Bu ilgirki ko'pchilik olimlarning qarshi bo'lish bilan birga, hozirgi zamon ko'pchilik olimlarimizning va fatvo komitetlarining qarishidir. Davrimizda Yevropa Fatva va tadqiqot komiteti 2018-yili 22 oktyabrda e'lon qilgan 3803 nomerlik fatvosida shunday qaror olgan. Ba'zi olimlar aroq o'zligidan sirkaga aylansa halol bo'lsa-mu, uni sirkaga aylantirishga bo'lmaydi deb qaragan turuqliq, yana aroq sirkaga aylantirilgandan keyin uni iste'mol qilish joiz deb qaraydi. Ularning aroqni sirkaga aylantirishga bo'lmaydi deyishidagi sababni Imom Termiziy bayon qilib, bu xil sirkini ishlab chiqarishda musulmon kishi aroqni uyida saqlab qolmasin, aroqdan yiroq tursin deb shunday cheklama qo'yilgan deydi. Demak, cheklagan olimlarning cheklash sababi uning nejis yoki haromligi emas, balki tuvandagi ikki sababdan bo'lgan. Birinchi, kishilar aroqni sirkaga aylantirish bahonasi bilan uylarida aroq saqlab, ichib qolish yo'lini taqib etish. İmam İbnül Qayyim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aroqni sirkaga aylantirsa bo'lamdi deb so'ralganda, o'zligidan sirkaga aylangan aroq sirkasiga ruxsat qilgan turuqliq yo'q deb javob bergan. Bu faqatla har xil bahona bilan qo'lida aroq saqlash yo'lini taqib etish bo'lib, shariat bu ishni taqib etgan va sirkaga aylantirish maqsadida bo'lsa-mu, aroqni saqlashni cheklab etgan. Chunki uni sirkaga aylantirishga ruxsat qilgan bo'lsa edi, kishilar uni saqlagan bo'ladi va ichishiga bahona bo'ladi degan. Ikkinchi, musulmon kishining aroqni birdan bo'lsa-mu ilikida saqlashi halol bo'lmaydi. Imom Ibn Taymiya Alloh taolo aroqdan yiroq turishga buyurgan bo'lg'achqa, uni saqlash joiz bo'lmaydi. Musulmon kishining uyida aroq bo'lmaydi degan. Kunimizdagi aroq sirkalarini buyuk ehtimolda ko'pincha g'ayri-muslim yoki dinsizlar ishlab chiqarib bozorga solishi mumkin. Ularning aroq va aroq sirkasi ishlab chiqarishi musulmonlarning boshqarish doirasidagi ish emas. Muhimi, aroq sirkasining haqiqiy sirkaga aylangan bo'lishi bo'lib, kimni ishlab chiqarsin, aroq sirkasi hamma olimlarning qarshida haloldir. Musulmonlarning aroqni sirkaga aylantirishi makruh deb qaragan olimlardan Imom Malik, Alloh uning rahmat qilsin. Xristian kishi aroqni sirkaga aylantirsa, iste'mol qilsa bo'ladi. Shundaqla musulmon kishi sirkaga aylantirgan bo'lsa-mu, istig'for aytsa, iste'mol qilsa bo'ladi degan. Shu qatorda yana Imom Ibn Taymiyami zimmiylarning aroqni sirkaga aylantirishi joiz bo'lishi kerak. Chunki Imom Ahmad unda qilishning cheklanishiga musulmon kishi uyda aroq saqlasa bo'lmaydi deb sabab ko'rsatgan. Zimmiy musulmon bo'lmag'achqa uning aroqni saqlashi cheklanmaydi. Valhasil zimmiylarning aroqdan aylantirilgan sirkasi joiz bo'ladi degan. Demak, yuqorqi har ikki sabab dinsizlarni o'z ichiga olmaydi. Shunga bu bir qism olimlarning qarashi bo'yicha aytgandimi, aroqni musulmon kishining sirkaga aylantirishini cheklash bilan aroqdan aylantirilgan bu xil sirkami harom bo'lib qolmaydi. Ularning qarashicha, shariat musulmon kishining aroqni sirkaga aylantirishni cheklagan bo'lsa-mu, aylantirilgan sirkini cheklamagan. Yana kelib, aroq sirkasini kunimizda ba'zi davlatlarda uzum sharbatini aroqqa aylantirmayla sirkaga aylantirish yoki ximiyalik moddalar bilan aroq sirkasi ishlab chiqarishimi yo'q emas. Bunda qilganda sharbat aroqqa aylanish bosqichidan o'tmagan bo'ladi. Xulosa, aroq sirkasi yoki aroq achchiq suyini tamoq etish va yemak-ichmakka qatib iste'mol qilishga bo'ladi. Yana tarkibiga aroq sirkasi qatilgan ketchup, mayonezdek yemak-ichmaklarni iste'mol qilishga bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.